texnika sahibimizin ikinci sanılan merhamet. To'xtalmoqchi bo'lgan mazmunimiz nima o? Ağırlık noktası tamponluq. Eg'irlik nuqtasi va tamponluq degan tema to'xtalamiz, shundaqmi? Avval buni boshlashdan bo'ldi. Avval biz bir savol so'rab boqamiz kichik do'stlardan. Sual so'rab bakayım. Hamsa savolimizni so'ramliq bilan. Qani, boshlaylik. Manda qısammu, manda qısammu. Dik duraldım, nimçin bilalamsizlar kichik do'stlar. Menimcha kichik do'stlar bak aqlliq, cho'qim bilalaydi, ha? Çoxum bilalaydi. Hamsa biz bugun bir qancha tajriba ishlash orqali buning sababini texnik yaxshi tushunib olamdik. Yaxshi tushunib olayman. Hamsa birinchi tajribamizni boshlaylik, ha? Buning tajribam. Hamsa birinchi tajribamiz kerak bo'lgan materiallarni tayyor qildik. Hamsa bir yoqdan tanishtirib o'tamdik. Tanıştırıp öteyim. Bu tarafdan nima? Yilim, dügle qattiq qog'oz, Yog'ochsiz. yog'ochsizlik. Undan keyin o'zimiz chizgan bir parcha rasm yoki biror parcha tushirilgan rasm bo'lsin bo'laver ekan, ha? Sizga resim toshqanchaqmi bo'ldi? Toshqanchaq bo'ldi. Undan keyin qo'shimcha holda mana mayaga Adammi bo'ldi. seg'izlay yoki ximir bo'lsin bo'ldi ekan. Shundaqmi? Hamsa materiallar tayyor bo'ldi. Tajribamizni boshlab boqamiz. Qanday yasaymiz? Mani? Yog'ochsiqni o'shtiq, naq o'ttirib keltirib, Mani bizik o'shtiq. naq o'ttirib keltirib, yilim surkab, ashyaga turg'izamiz. Shundaqmi? Yilimni mana surkaymizmi? Turg'izamiz. Shundaqmi? Hamsa putgan oldini kichik do'stlar ko'rsatib qo'yamiz. Birinchi tajribamizdan tayyorlab turibdi. Birinchi tajribamizdan tayyorlab bitdi. Mana yog'och ziqni ichiga bekitib, buni yilim bilan bekitdik. Naq ig'ir uzunligini naq o'lchsak, yilim bilan bekitmasakmi, chang turg'izib bo'lgan. Naq o'ttirib keltirib qildik. Undan keyin bu tarafga o'zimiz chizgan yoki biror yerni kesib olgan qog'ozni chaplaq bilan chapib oldik, shunaqmi? Hamsa mani birinchi kichik do'stlar sizlarga sevganlik qibray. Hamsa birinchi qadam degilasa Iyiqcha qanday to'xtaydi? O'ng holatda. o'ng holatda to'xtaydi. Ikkinchi qadam degilasa ta'til holatda to'xtaydi ekan, ha? To'xtaydi. Hamsa qaqay. Bu Aynan. aytsa bo'lmaydi. Astroq. Voy, mana bu o'ng holatda to'xtadi, ha? Hamda ikkinchi qatim qanday holatda to'xtayini ko'rib boqamiz. Ikkinchi qatim tugilayotgan vaqtimizda u ta'tir holatda turdi. Qani sinab boqamiz. Qani. Tiz qizarib. Mana. İkinci qatim tugilayotganda bu ta'tir holatda turdi, ha? Birinchi qatim tugilib boqamiz. Uchinchi qatim qanday holatda to'xtaydi ekan? Sinab boqaylik. 1 2 Hoy. To'xtadi mana. Uchinchi qatim yon holatda to'xtadi, ha? O'ngma emas, ta'tirma emas, yon holatda turdi. Buning sababi nima kichik do'stlar? Intayin aqlliq. Cho'qim bilalaydi, shundaqmi? Hamsa sababini tushuntirib qo'yamiz. Boshlaylik. 3 2 1 Demak, keyindan bor ekan. Seg'izlay bor ekan, ha? Sizlar Demak, bu mundaq holat to'xtagan vaqtida buning keyini qanday ekan? Demak, seg'izlay yoki ximir bo'lsin bo'ldi. Tuvan holatda bu yerga aslida bo'lganligi uchun ig'irlik nuqtasi bu yerga yig'ilib, bu mundaq holatda to'xtaydi ekan, shunaqmi? Navadi biz buni serib ustiga to'xtatgan vaqtimizda bu qanday to'xtaydi? Ta'tir holatda to'xtaydi, shunaqmi? shundoq. Mana ta'tir holatda to'xtaydi. Ham biz buni naq o'ttirib to'xtatgan vaqtimizda qanday holatda to'xtaydi?
yancha alat to'xtaydi, shundaqmi? Shunda Qanday qiziqarliqmikan kichik do'stlar? qanday qiziqarliqga kichik do'stlar. Hem biz birinchi tajribamiz orqali eg'irlik kuchi, eg'irlik nuqtasini azroq tushunib oldik. Hamda ikkinchi tajribamiz orqali texnik bakrak tushunib oldik. Mesela ikinci tajribamizda kerak materiallarni tayyor qilib oldik. Qani bir yoqatni tunishtirib o'tamiz bo'lam? Kapsul, Kapsul, seg'izlay sıvızlay, va yoki xamir bo'lsin bo'ldi va yoki Xamir. zamaska bo'lsin bo'ldi. tamaskı, Handiki bu shumaguch Chaplaq. shunaqmi? Chaploq ham shumaguch. Hamda shumaguchni bu uchun bo'lsa bundoq qo'sh belgisida qisimiz shunaqmi? Qisib andikin buni ma'lum ustiga bundoq bekitib, Chaplaymiz. keltirib chaploq bilan chaplaymiz shundaqmi? Andikin chaploq bilan chaplab bo'lgandan keyin bu seg'izlayni zamaska va yoki xamir bo'lsin bo'ldi. Buni bu ostiga bekitib kapsulni yapgandan keyin bu shumaguchni ustiga chaplaymiz. Amsa, Tayyorligimiz bitdi. tırgım üstü, manaksamu, nimbu cumanak buldu, Nimbob tik turib oldi. nimbu tik turvaldu için. Bundaq ishlatsak mi, undaq ishlatsak mi tik turib oldi ekan, Bu bununla uçandıkken, ikkisi o'xshash ekan, Demak, biz buni yasash orqali bu yani ampamanniki nima uchun undaq ishlasakmi, bundaq ishlasakmi tik olib turib olganini his qilib oldik, shundaqmi? Bugungi tajribamiz qiziqarliqmikan bolam? Hamda 3-chi tajribamizda biz tamponlar haqida tanishib o'taylik, Tayyor qilib olgan materiallarimiz nima o'g'lim? Kıskuş tüz, sonli kat, kağız. Qisqush, ya'ni kiyim yeydigan qisqush va to'sqinli qattiq qog'oz. Amsa, mana diye, mana kısa turmaydı, mana kısa mı turmaydı. Qo'l turmaydi ekan, Amsa, mana kıskuş, kıskuş tutmayın, mana bakaya. Qisqushga turib boqayman. Tak bakayım var bunda. Tak baksan, mana kırırken, mana işkini katır, mana turca. Amsa, maştak bak, amsa, maştak bakaya. Mana çıksam buldu ha. Vallahi. 3 ta qism bo'ldi ekan, Qo'limizda turg'imiz lazım. Qo'limizda. Turdimi? Mana tampon holatda bir tarafiga 2 ta qilib boqaylik. Bunda holatda qo'lda turamdi ekan, turmamdi ekan. Turmayız. Qani, bir qatim sinab boqamdik. Aslıydı. Qani, qo'limizda bo'lam, qo'limizda. Demak turmaydi ekan, Demak, bu tampon bo'lmaganligi uchun turmaydi ekan, Amsa, mana Biz bugun fan texnika saytimizning 2-sonida eg'irlik kuchi va tampon haqida azroq tushunchaga oldik, shundaqmi? Amsa İkinci sahnemiz ayaklaştı. Hayır hoş dedi. Üçüncü sahnemizde kirişeyni. Hayır hoş bugun to'xtalmoqchi bo'lgan mazmunimiz nima? Igır. Eg'irlik nuqtasi. Igırlık noktası. Ve- Tamam.